Assalomu alaykum kanalimizga obunachilari. Xo'p, mana eshiklarimizga qulflarni ustanovka qilib oldik. Ochilish yopilishlari ham xudo xolasa mana chiroyli bo'ldi. Bu magnet mexanizm qulf italyanskiy. Xo'p, kommentariyada savollar kelgan ekan, eshigimizga qulf o'rnatdik. Goh payt qulflasak, eshigimiz qulflanmayapti, goh payt qulflanyapti deyishyapti. Bu nimadan bo'ladi deyishdi. Biz ozgina tushuntirib o'tamiz. Xo'p, qulfda serdishkasini qatirayotganda shu holat bo'ladi. Agar shu holatda serdishkasi tekis qatirilmasa, yo bundoq qatirilsa, qulf goh payt ishlab, goh payt ishlamaydi. Keyin mana bu o'qini qatiradigan boltini oshiqcha qattiq qatirib olsa ham qulflanishi qiyin bo'lib qoladi. Shularni hisobga olib qatirish kerak. Mana hozir bunda yengil aylanib ochilib yopilyapti. Keyin bu italyanskiy mexanizm ko'p joyda ustanovka qilib ketganimizdan keyin uyda egalari mana uni ochib qo'yishadi. Mana eshik ochiqligida ochib qo'yishadi, qulflab qo'yishadi. O'shanda magnet tortmaydi mana. Qulf buzilib qoldi deb ko'pchilik chaqiradi. Shunga e'tibor berasizlar. Bunda buzilmagan, chunki ochiqligida qulflab qo'yilgan. Buni qaytarib qo'yish kerak. Yana ishlayveradi, xudo xolasa. O'rnashlari ham xudo xolasa mana chiroyli qilib o'rnatganmiz. Magnet mexanizm, italyanskiy qulflar. Kanalimizga kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment doim kutib qolamiz.